bunga faqat azot bilan beramiz. Bunga endi fosfor kerak emas. Yerimiz qurishi bilan birinchi o'rinda zahar vitamin beramiz. Pirolanlarga 2 soat aqzamiz xolos. Shu makka pishib yetilguncha 7 marta, 8 marta suv qo'yilishi kerak deydi. Shu qanchalik to'g'ri? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 11-may don variantiga ekkan makkamizni mana birinchi sug'orish jarayoniga yetib keldik. Shu haqida Xudo xolasa bugun ozgina sug'orish yo'nalishida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum Shakir aka. Va alaykum assalom. Mana bu birinchi suvmi makkamizga? Birinchi urug' suv ichgan. Urug' suvidan keyingi holat bo'yicha birinchi suv. Urug' suv ichgan, urug' suvidan keyin asosan ikkinchi suvi bu. Eng birinchi o'sha kichkina qirqida, ya'ni 20-25 kunlik davrda birinchi ishlovimizda suv qo'yish bilan dela yopiladi. Bugun taxminan o'zi 25 kunlar atrofida suv qo'yishimiz kerak edi. Biz ayrim sabablarga ko'ra bir 5 kun 4 kun kech qoldik. 12-aprel kuni amalga kirgan. Ba'zi 29 kunlik holatda turibdi mana shu holatimiz. Shu holat. Makkamiz holat. Makkamiz mana holati. Tanalarini ham bitta ko'rib qo'yaylik shuni. Mana tanalarini. Mana 2 donadan oraliq masofasini ham bitta ko'rib qo'yaylik. Mana 29 kunlik holatimiz bo'ladigan bo'lsa, mana suvni ochdik. Suvni hozir etagiga tushadi. Etagiga tushgandan keyin 2 soat aqizamiz. 2 soat pirolanlarga 2 soat aqizamiz xolos. Shu bilan suvni bekitamiz. Bo'ldi, ortcha suvga ezdirmaymiz dehqonchilik. Shuning uchun hozir etagiga tushamiz. 2 soat vaqt o'tadi. Hamma savol-javobni etagida qilamiz. Xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun mana 12-may suvimizni kecha tashaganmiz kechki taraf. Mana suvdan keyingi holati, vaziyat haqida ma'lumot bersangiz. Mana birinchi suvimizni ham o'sha kichkina qirqini ishlovni eng oxirida qo'yiladigan suvni ham birinchi ishlov jarayonimizni mana yakunladik endi. Bo'ldi. Xudo xolasa endi ikkinchi ishlovga makkamiz tayyor. Birinchi ishlovda eng zaruri o'tdan qutulishimiz kerak edi. Mana o'tdan qutuldik. Mana o'tdan begona o'tlardan qutulishimiz kerak edi. Endi bizning dushmanimiz qurt. Qurtdan ham qutulishimiz kerak edi. Mana qurtdan ham qutuldik mana. Mana qurtdan ham qutuldik mana. Bo'ldi, tozalandi mana. Qurt yegan holati mana yangi chiqargan holati. Bo'ldi, natija mana shu. Asosan o'suv nuqtani yemasa bo'ldi. U bitekda tushgan qurt hech narsa emas. Bo'ldi. Eng zarili o't. Hosildorlik pasaytirib tashlaydi. Bergan ozuqamizni qonni yeydi. Ikkinchi o'rinda qurtimiz. Mana qurtdan ham tozaladik, o'tdan ham tozaladik. Endi qo'rqmasak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi ishlovga o'tamiz. Birinchi ishlovda mana bitta qurt zaharimizni berib oldik. Ikkinchisida asosan beriladigan narsa yerimiz qurishi bilan, texnika kiralishi bilan birinchi o'rinda zahar vitamin beramiz. Shu bilan sirazi chizilg'i o'tib ketamiz. Bitta chizil qilamiz, 3 kundan keyin yana bitta chizil qilamiz. 3 kundan keyin yana bitta ozuqasini ko'mib qo'yamiz. Bo'ldi, fosfor davri endi tugadi. Bundan bag'i azotga e'tibor beramiz. Bundan bag'i, chunki makkamiz tanasi quvvatlandi, endi bunga faqat azot bilan beramiz. Bunga endi fosfor kerak emas. Endi suv ochishdan oldin yana bitta zahar berib olamiz. Chunki 3-ishlovda zaharga texnika kirgizib bo'lmaydi. 2 marta yaxshi ishlov qilamiz. Birinchisida bitta zahar beramiz, ikkinchi ishlovda 2 marta zahar berib olamiz. O'rtada bir hafta farq qiladi. 3 marta zahar beriladi. 3 marta. Bahorga ham, bug'doydan keyinga. Bug'doydan keyin don variantiga ekaman deyotganlar qaysi navda, qaysi kungacha eksa don qilib pishirib oladi? Asosan endi faosi 500 atrofida bo'lsa bemalol pishadi. Faosi 700 lar endi silos variantga keladi ko'proq. 500 bo'lsa bemalol pishadi, xotirjam. Shokir aka, siz erinmasdan imkoniyat qilib o'tni yo'qotish uchun dori sepmasdan teshalatib yo'q qilib oldingiz. Shuncha yerni o'tini. Mana o'tlar yo'q, xudo xolasa o'tdan qutuldingiz. Endi kimlardir makka ekadi, imkoniyati yo'q odam ishlatgani. Qaysi dorini qanday yo'qotish tavsiya berasiz? Xo'p, birinchi ishlovda taxminan o'sha 25 kunlar atrofida suv qo'yiladigan bo'lsa, suv qo'yishdan 1 kun oldin o'tga qarshi zahar beradi. Dekambay degan zahar bor. Shuni biz foydalanib ko'rganmiz. Natijasi chiroyli natija bergan. Zahardan keyin sira suv qo'yib yuboradi, namlanadi. Shu bilan ta'sir qiladi. Lekin o'sha 20 kunlik, 25 kunlik atrofida suv qo'yishdan oldin, keyin 30 kun, 40 kunlikdan keyin ta'sir darajasi o't kuchaygandan keyin pasayib ketadi. Tezroq yoshligida qilinadi. Suvni chanqatib qo'ymanglarda, chanqatmay qo'yish kerak gibrid makkaga deyapti. O'zim ham ko'ryapman internetlarda. Shu haqida nima deb javob berasiz? Bu savol haqiqatda
qisman ma'lum miqdorda to'g'ri, ma'lum miqdorda bu savol javob noto'g'ri. Chanqatmay qo'yish. Nimagaki, har qanday narsaga ham talab bo'lmasa, ozgina so'ramasa berib bo'lmaydi. U ziyoniga ishlashi mumkin. Mana shu makkamiz shu bugun 1 oy holatida turibdi. Mana suv oldik, bo'ldi. Mana shu makkamiz 25-kuni suv so'ragan. Bu ham gibrid. Agar biz 20-kuni shunga suvni berganimizda tana shunaqa qo'pol bo'lmas edi. Mana yaqinroq kelamiz. Mana tana, ko'rdingizmi? Mana tana. Mana tana, mana tana. Agar shuni 20 kunligida biz 5-4 kun ertaroq suv so'ramagan holatda berganimizda tana shu darajada qo'pollamas edi. Hosildorlikka ma'lum miqdor ta'sir qiladi. Shuning uchun to'g'ri chanqatmagan ma'qulroq, lekin ozgina talab bo'lish kerak, so'rash kerak. So'ragandan keyin bersa, tonna natija yaxshiroq bo'ladi. Iloji yo'q. Suvni necha marta qo'yish kerak? Yerga qarabmi yo hamma yoqqa bir xil qo'yish kerakmi? Makka yetishtirib mobaynida. Masalan, men uruq suv qo'ydim. O'rtada 25 kun ichida ishlovlarni yakunladim. 25 kunda men mashina suvni ochdim. Birinchi ishlov tugadi. 25 kunda bir marta chiroyli suv qo'ydim. Shu makka pishib yetilguncha 7 marta, 8 marta suv qo'yilishi kerak deydi. Shu qanchalik to'g'ri? Birinchi suvni men taxminan 25 kun bilan 30 kun orasida berdim. Shu bilan ikkinchi ishlovga o'tdim. Taxminan 12-13 kun, 14 kun atrofida ishlov qilaman. Ya'ni makkamiz o'rtacha 40 kun bilan 45 kun oralig'ida bo'ladi. Ikkinchi suvni ichadi. Shu bilan 3-ishlovga o'taman. Bitta dori beraman-da, suvni etagiga shunday tushiraman. Taxminan bu ishlov 50 kunga boradi. 50 kun. Endi 50 kundan keyin 55 kunda agat mana shu holatda yoriladi mana. Mana shu holatda yana takror yoriladi. 55 kunda mana yoriladi mana. Agat ol ichini, mana shuni ichini ol mana shu holatga keladi 55 kunda. Endi 55 kungacha deylik 3 marta suv ichyapti. Quruq suvdan keyin 55 kungacha 3 marta ichyapti xolos. Uni ham qaysi holatda, kunaga chiqmagan holatda Makkaga yetar-yetmas holatda Makkani suv ezmaslik kerak. Suvni bilar bilmas holatda 55 kungacha suvni bilgan yo'q Makka. Deyarli sezgan yo'q, suv ezmayapti Makka. Endi 55 kundan ag'a deylik, silos variant bo'ladigan bo'lsa, 110 kunda o'rsak, 100 kungacha 45 kun namda turadi. Orada kunadan ham beramiz, orada jihatdan ham beramiz. Obdon variantmi 120 kunda qayrishimiz kerakmi? Yana 55 kundan keyin 55 kun, 110 kun namda turadi shu Makka. Yig'ishtirishidan bir hafta 5 kun oldin to'xtatamiz, agatlar bekitib harakatni boshlaveramiz. Shuning uchun u 7 marta, 8 marta, 10 marta deydi, balki shunaqa qo'yadi, balki suv bo'lmadi. Lekin men 55 kun, 45 kun oralig'ida 55 kundan ag'ida necha kun yig'ishtirsam ham tonni namda ushlayman. Qurib qolmaydi. Yo'q, umuman quritmayman. Faqat jiyak kuna oralatib ag'idan bag'dan suv berib namda ushlab turaman. Loy holatida. Shu bilan makkamiz pishadi. Shunday suv masalasi. Har kim har xil. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lib qolsizlar. Biz keyingi videolarimizda xudo xolasa yaxshi ma'lumotlar, yaxshi yo'nalishlarimiz bor oldinda. Xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Kanalga like bosib qolsizlar.